Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda akalarimiz kvadrosikllarimizda tugab bormoqda. Aksiya narxlarida biz samasvalli variantlarimiz bor. 40 million so'm, samasvallik variantlarimiz bor. 43 million so'm akalar. Negativ yozadiganlar ham bemalol boshqa joylar narxlarini so'rab kelib bemalol gapirasizlar akalar. Bizdan arzon joyda hech joyda yo'q. Bo'lishi mumkin, ular boshqa firma bo'lishi mumkin akalar. Uragan bo'lishi mumkin yoki lochin bo'lishi mumkin, kuzublari mayda bo'lishi mumkin, materiallar yuqa bo'lishi mumkin akalar. U bizning kvadrosikl yo'q akalar. Sifatlari baquvvat, bemalol mana akalar. Mana bunaqa ovoz sifatli deb chiqadi. Xo'p, akalarimizga 40 million so'm narxlari, biz samasvalliklarimiz. Samasvallik variantimiz 43 million so'm. Mana Bonvi samasvalli qo'shcha balon, mana qo'shcha amortizator oldida vilkalari bor, 250 kubali motor. Akalar 37 million so'm. Nima deyapti? Xo'p, bu yoqda akkumulyatorli muraviylarimiz bor. Akkumulyatorlarimiz 14 million so'm, 15 million so'm. Bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari spijatkalarimiz, motobloklarimiz, benzinli, solarkali, Zubr motobloklarimiz, 7 ot kuchi motobloklarimiz, xullas hamma texnikadan bor akalar. Bemalol Yusuf Moto do'koniga kelib xarid qilishingiz mumkin aksiya narxida. Mana samasvallik variantimizdan 43 million so'm, biz samasvalligimiz bor 40 million so'm. Layklarni bosamiz, bangillatib o'tib ketamiz. Manzilimiz Yakkabog' tumani. Yakkabog' Pirkruskadan Sharsabzga yurishda 3,5 km yurganda o'ng qo'lda, Sharsabz, Kitob, Samarqand, Jizzaxdan kelishda Beshkentda Mitandan 1 km yurganda chap qo'lda akalar. Kilorazdan motobloklarimiz ham narxlari va tushib ketgan, arzon skidkalarga qo'yganmiz. Yangi kelgan tovarlarimiz aka, bizga uni qolib ketgan 2 yillik, 3 yillik texnikalar bo'lmaydi akalar. Hammasi yangi hammasi mana. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Layklarni bosamiz va Yusuf Moto kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Tani joninglar sog' bo'lsin. Kelarasizlar akalar.